8,3 sotixlik hovli, xonadonimizning fasad qismi 20 metr, uzunasiga bo'lsa 42 metr. Shayxontohur tumani O'zbekiston mahallasida joylashgan hovlimiz. Bu yerda o'zi bilasizlar, sotiladigan hovlilar juda kam. Endi buzib tashlab qurish uchun demayman, chunki jalka binoyimiz bor 300 kvadrat. Oldi tarafi ko'rayotganingizdek yashil maydon qilingan, o'rtada bo'lsa kiraverish darvozamiz joylashgan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimizga kirib keldik. Binoyimiz P-obrazli bo'lib joylashgan. Oldi tarafida va ikki yon tarafimizda bir qavatli chiroyli binoyimiz joylashgan. Может, застройщик akalarga interesli taklif bo'lishi ham mumkin. Chunki fasadimiz 20 metr, uzunasiga 42 metr. Bu degani yonidan ozgina ko'cha tashab turib, bunaqasiga bemalol 4 ta xonadon churib olsanglar ham bo'ladi. Endi kimga qanaqa? To'g'ri, lekin buzib tashlashga jalka, o'zbekona stilda qurilgan. Mana bu tarafdagi uyimizni ichlari to'liq asfijit ham qilib qo'yilgan. Kirib keldik. Bu yerda oshxona, ovqatlanib o'tiradigan joyimiz joylashgan. Keyin bu yoq tarafda bo'lsa tapchan, yozda o'tiradigan joyimiz va hovlimizning etek qismi bo'lsa, mana shunaqa yashil maydon qilib, mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Bir boshidan boshlab planirovkamizni hozirlik ko'rsatib o'taman. Kirganimizda 10 tarafimizdan boshlab birma-bir ko'rsatib o'taman. Bitta ko'ringlar, keyin o'zingizlar kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Olib, полностью освежить qilib yashagan bo'larmi deylar yoki buzib tashlab bitta katta uchastka qurgan bo'larmi deylar. Hovliga kirdik, o'ng qo'limizda katta gостевой zalimiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek, stol-stul qilingan, divan burchakni mana shu yoqqa bemalol ham ko'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Patologlarimiz ham baland qilingan, o'zini ana oldingi klassik stilda remontlarimiz bitgan. Keyin kirganimizda o'ng qo'limizda bitta bolalar uchun xona, shunday yonida bo'lsa, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashgan. Kirganimizdagi chap qo'limizdagi bino. Bu yerda ham xuddi shunaqa kirib keldik. Bitta katta hovlimiz joylashgan. Bu yerda bemalol zal qilib foydalansanglar bo'ladi. Birinchi zal, ikkinchi zal erkaklar va ayollar uchun alohida mehmon kutaman deganlarga yaxshi taklif. Keyin shundoq bu xonamizdan bo'lsa, yana bitta spalnamizga o'tiradi. Bitta katta spalna joylashgan va bu spalnamizning oynalari shundoq ko'cha tarafga qaragan. Mana shu planirovkani hozir ko'rsatdim. Endi kirganimizdagi 10 tarafimizdan hozir planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kirib keldik. Chap qo'limizda bitta bolalar uchun mo'ljallangan xona va shundoq bu xonamizdan bo'lsa, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizga o'tiladi. Bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizning o'zini ichida sanuzyeli bilan qilingan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yerda bitta katta zalimiz joylashgan. Xolasanglar mana bu xonamizda zal bo'ldi va kirganimizdagi o'ng qo'limizdagi binoda zal. Ikkita zal qulay. Shunda endi agar mabodo ikkita zal kerak emas deydigan bo'lsanglar, bu xonani yotoqxona sifatida ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Akkuratni o'zbekona hovli, ko'rdinglar, planirovkalarni, binolarni juda chiroyli chiqqan. Bu yoq tarafimizdagi remontlar даже освежить qilib qo'yilgan. Bu degani bemalol yashash uchun ham sharoitlarimiz bor. Shayxontohur tumani O'zbekiston mahallasida joylashgan yangi obyektimiz. Biz reklama qilib berdik. Joy egalarining telefon raqamlari bo'lsa, videoni описаниесida yozib qoldirdik.